Mana akalarimiz avtomatik aylanish jarayoni juda sekinlik bilan aylantiradi. 90 sekund davomida tuxumlar aylanyapti. Agarda inkubatorlaringizda mana shunaqangi signal beryapmiz, значит, mana bu yerda graduslarda o'zgarish bor. Mana hozir shamollatgani ochdik, keyin bu aylanishini syomka qilgani ochdik. Mana to'xtadi. Aylanish jarayoni. Bu signal berganda inkubatorga tegmaysizlar. O'zi graduslarni to'g'rilab oladi. O'sha mana bu yerda gradusi bor, 37.8 turadi. Bu 60 namlikni ko'rsatadigan, vlajnostni ko'rsatadigan 60 gradusda turadi bu. Bunisi 37.8. Agarda svet o'ynab turib yonadigan bo'lsa yoki bir случайный holatda o'zgarib qolgan bo'lsa, mana bu set tugmasi bilan ezib tursalar ham o'zgaradi. Bu nimalarni ko'rsatadi? Graduslarni, vaqtini ana shu yerga qarab turib bemalol o'zgartirsa bo'ladi. O'tgan nimada ham ko'rsatildi. Tushuntirib o'taman. Bunisi tuxumni tekshirish uchun mana bu yerda svet yonadi mana. Mana shu tuxum tekshirgani lampasi. Bu model degani mana bu yerda ko'rinib turgan bo'lsa, mana tovuq, o'rdak, mana g'oz, fasan, mana shularga bemalol o'zgartirsa bo'ladi, bosib turib. Qaysi agarda kurkalar bo'lsa yoki bo'lmasa umuman batteri yo'q qushni tuxumlar bo'lsa, mana shu robot rejimiga qo'yib olib turib bemalol ishlatsa bo'laveradi. Mana shunday qilib kaptar tuxumini ham o'chirsa bo'lar ekan. Ko'rib turganlaringdek mana bu holatda sekin o'ziga kelyapti. Graduslari, boshqasi. Hozir shetdagisiga bir bossalaring, ikki bossasizlar rejimni ko'rsatib turadi bu. Buni uzoqroq, ozgina uzoqroq bosamiz endi. Mana. 2 soat aylanish F1 2 soatda bir aylanadi. 90 sekund davomida aylantiradi. F3 ko'rinib turgan bo'lsa 38.2 bo'ldi. Buni kamaytiramiz. Mana to'g'rilab qo'yamiz. 37.8 issiqlik. F4 da mana 58 gradusda ekan. Buni 60 ga to'g'rilaymiz mana akalar. Yana bitta bosamiz. F5. Mana buni endi 12 qilib qo'yamiz, chunki o'zgarmabdi. Svet juda ko'p o'ynadi bizda. Shuni hisobiga oshirib qo'yamiz. Hop. Yaxshi. Mana bu yerdan teshib qo'yganmiz mana ikkita. Bu tomondan shunaqa teshib qo'ysa, havo aylantirishi, tuxumlarning osib chiqish darajasi ko'payar ekan. Biz ham YouTube'dagi videolarni ko'rib, kuzatib o'rgandik. Alloh nasib qilsa 10 kun qoldi. Xolos ochib chiqadi. Kurka jo'jalari ochganda yana tashlab qo'yamiz videosini. Sog' bo'linglar do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Shu komment yozsalaring, kommentda javob beraveramiz. Qanaqasiga tushunmay turgan bo'lsalaring.